Assalomu alaykum. Bugungi sotiladigan joyimiz Koson shahri markazida, ya'ni Uzoqbo'y yonida joylashgan 2 qavatli domlada 2-etaj 4 xonali kvartira. Keling, ko'zdan kechiramiz. Uyimizga kirib kelishda o'ng qo'lda hojatxona va vanna joylashgan. Isituvchi arzonlari ham bor ekan. Hojatxonasi va kiraverishda bu yoqda ikkita xona bor ekan. Ko'cha tomon ko'rinib turadi derazalardan. Keling, qolgan ikkita xonani ko'zdan kechiramiz. Chap qo'lda ortiqcha buyumlarni qo'yish uchun joyimiz va oshxonamiz bor. Keling, ko'zdan kechirib chiqamiz. Mana balkondan oshxona sifatida foydalanishgan ekan. Kirish eshigi ro'parasida esa ikkita xonamiz bor. Birinchi xonamiz katta va kengina. Ikkinchi xonamiz yotoqxona sifatida foydalanishmoqda ekan. Ushbu 4 xonalik 80 kvadratli domimiz uchun egalari 280 million so'rashmoqda. Kelishadigan joyi bor ekan. Aloqa raqamlarini pastda qoldiraman. Aytganday, barcha buyumlar qoldirib ketiladi. Bemalol savdolashib olishlaringiz mumkin.